Jasur aka, tishlaringizni o'zingiz davolaysizmi yo stomatologga ko'rsatasizmi? Tishlarimni o'zim davola olmayman, chunki o'zi davolash juda qiyin bo'lsa kerak. Lekin shu paytgacha bir martagina plomba qo'ydirgan ekanman. Shunda ham o'sha do'stimiz akamiz Nisomiddin aka qo'yib berganlar. Lekin o'zim davolab ko'rmaganman. Necha oyda stomatologga ko'rinasiz? Stomatologga deyarli ko'rinmayman, chunki o'zim kuzatib turaman. O'z boshlig'imda tishlarda qanaqadir muammo bormi yoki yo'qligini o'zim bilaman. Shuning uchun stomatolog ko'rigida bo'lmayman. Farzandingiz stomatolog bo'lishini xohlarmidingiz? Albatta qiyin kasb, lekin ota kasb baribir yaxshi, shuning uchun xohlardim, chunki men ham o'zimning ota kasbimni tanlaganman. Stomatolog bo'lmaganingizda qaysi kasbga kasb bo'lardingiz? Stomatolog bo'lmaganimda menimcha domla bo'lsam kerak edi. Aniq o'ylab ko'rmagan ekanman. Qaysi tish pastasidan foydalanasiz? Tish pastasini turini tanlamayman. Hozirgi kunda ishlatayotganim o'sha bemorimiz sovg'a qilganida Koreyadan olib kelgan F32 mida shunaqa edi. Ja unaqa brendlariga qaramayman. Muhimi toza yuvish, tozalash. Real yoki Barsa? Barsani muxlis edim. Hozir lekin ikkalasiga ham emas. Ikkalasiga ham ko'rishga vaqtim yo'q.